Hajarul Aswadga qaytsak, endi bu umumiy umrani qisqacha mazmuni. Yana bir inshaalloh tushuntiramiz, ham birga ibodat qilamiz. Xudo xolasa, bunda kamchilik bo'lmaydi inshaalloh. Chunki birga yurib, birga turib qiladigan bo'lsak, Xudo xolasa hammasini bekami-ko'z ado qilishlikka harakat qilamiz. Xudo qodir qilganchalik. Hajarul Aswadni o'pishlik haqida. Nozik odamlar, nimjon odamlar, yoshi keksalar, yoshlar yaqinlashmagani yaxshi. Sababi ko'rasizlar, holat qanaqa. Yerga kirib chiqib olishni o'zi oson emas. Ko'krak qafaslari siqilib ketadi. Hajarul Aswadni o'pishlik sunnat. Payg'ambarimiz o'pganlar. Buni payg'ambarimiz vafotlaridan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haj qiladilar sahobalar bilan. Ana undan keyin Umar radhiyallohu anhu haj qiladilar musulmonlar bilan. Umar radhiyallohu anhu Hajarul Aswadni oldiga kelib, Hajarul Aswadni o'pib aytadilarki, sen bir tosh bo'lsang, o'zing hojatingni chiqara olmaysan. Ya'ni o'zingga ham bir yetmaydi, bir jonsiz jimodat bir maxluqotsan. Joning ham yo'q, hech narsang yo'q. Mendan ham bir narsani ketkiza olmaysan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam seni o'pganlarini ko'rdim, shuning uchun o'tyapman deganlar. Deganda Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytganlarki, ey Amiral Mu'minin, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bu tosh Hajarul Aswad jannatdan tushgan ekanligi va qiyomat kunida jon ato qilinishligi-yu, kim uni ixlos bilan o'psa haqiqiy chin mu'min ekanligiga, ixlos qilmasa munofiq ekanligiga guvohlik beradi deganlarni eshitganman dedilar.